Salom do'stlar, sizlar bilan Lord va Steve. Bugungi videoda biz qal'alar jangini uyushtiramiz. Mana do'stlar, bu mening qal'am, u esa Stevening qal'asi. Bugun biz mana shunday qal'alarda jang uyushtiramiz. Qaysi qal'a kuchliroq va chidamliroq? Izohlarda yozib ketishni unutmang. Kanalga esa like va obuna tugmasini bosib qo'ying. Qani esa boshladik. Sizlar bilan Steve va men jangni hozir boshlaymiz. Steve, tayyormisan? Qilichingni ol. Orqaga zombi. Basharang qursin, o'ldirib yuborsang-chi. Men senga bitta qilich uraman, sen menga bitta qilich urasan. Keyin esa jang boshlanadi. Ur. Bo'ldi. Ket. To'poymisan, ey. Bu yoqdan. Hay, Lord. Nima? Birozgina qarab turasan, meniki uzoq, seniki yaqin. Ibi. Sizlar men narsalarim oldingizlar. Kim oldi men narsalarimni? Baribir g'irromchisizlarda sizlar. Meni narsalarimni olibsizlar-ku. Lord. Nima? Yomon xabar. Qanaqa? Bir seni vergangni olibdi, lekin men olmadim. Xudoyligi. Kim oldi? Basharangiz qursin, kim olgan bo'lsa. Menimcha. Menimcha Kim olgan bo'lishi mumkin? meni taxminim bor. Bu yerdagilar joyidami? Nima qilamiz? Boshlaymiz. Steve, la'nat bo'lsin senga. Basharang qilsin sen. Men nima qildim? Masing. Basharang qilsin. Seni g'arbiy tomoningni zararlayman. Bu yoqdan 3 tami? 3 ta bo'ldimi? Ha, 3 ta. Behuddaki aniq qilibman, tas qo'yibman, mayli. Voy jenosin. Masenga bitta. Masenga yana bitta. Masenga yana bitta. Va yana bitta. Nimaga bular ishlamayapti? Basharang qursin. Yo Prime. Basharang qursin Steve, basharang. Steve. Lord bilan o'ynashmasin Steve. Hali basharangni yorish payti keladi. Bu yerdan 2 ta, 3 ta va 4 ta. Masenga yebol. Mazza qilib yesang-chi, g'ajaysan-chi. Yo Prime. Mana qara. 4 ta bo'ldimi? Basharang qilsin. Manamda bitta, manamda 2 ta, manamda 3 ta. Manamda 4 ta mashinga basharang yorvoraman deganda tushib ketaman axir. Yo Prime, mening narsalarim. Yo Prime. Lord, qanday yoqamikin senga? Meni hamma narsalarim, meni qasrim, yo voy dod. Nima qilding Steve? Seniki toshli qala, meniki pashti yarim taxtadan-ku Steve, basharang qursin. Mana menikida ham yoqlikni yoqaman men senga. Basharang qursin Steve, kuyib ket. Senga ham yaxshigina zarar tegibdi, lekin bu kam. Yopparam, nima balo bo'lyapti, ey. Masenga yetadimi? Masenga 2 ta va 3 ta. 4 ta. Mana bu g'arbiy tomoning uchun tugagancha, umringning oxirigacha bor. Yetsa ham, yetmasa ham. Qandaysan Prime? Qandaysan endi Steve?
Basharan olsun. qandaysan? La'nat bo'lsin senga. Biting anakonda chaqsin. Bu yoqqa. Hozir men seni basharang bag'ri o'tloqqa yuboraman o'zim. Mana senga 2 ta, mana bu yerda 3 ta, va 4 ta, 5 ta, 6 ta, 7 ta. Mana bu yerda 10 ta, 11 ta, 12 ta, 13 ta, 14 ta, 15 ta, Basharan qursin seni. Qo'rib ket, olib ket. Yo'q, sen basharangni yorib tashlayman. Mena senga. Yo'q, bilaman, mana bu yerda bitta restoran yetishmayapti-da. Bo'lmasa o'zim bilardim seni nima qilishdi. Mana senga. Yo'q, bo'lib ket. Mana senga. Men seni juda ham yomon ko'raman. Pashol. Ket yo'qol shu yerdan. Basharang qurib ketsin sen. Qo'rq akalla. Basharangni yorib tashlayman shu. Basharangni umr bo'yi qidirasan keyin. Mana shunday qilib tashlayman, keyin pachoq bo'lib qolasan. Minecraft'im qotyapti. Senga o'xshab pachoqali. Mana senga pachoqali, mana senga pachoqali, mana senga pachoqali. Basharang o'zini seni. Harbiy tomoniga. Seni janubiy qismingni zararladim yaxshigina qilib. Qani erkak bo'lib endi tashqariga chiq. Qizlarga o'xshab yashirinib o'lmasdan. Sen padalingga la'nat. Nima qilib tashlading? Yo'q, meni namalashim. Seni harbiy tomoningni zararladim. Hozir mendan ko'rasan sen, basharang urur. Mana china bormi? Bilin nimalarni qilyapman men. Hech. Chinafik. Qani? Hozir men seni basharang yorib tashlayman. Mana senga. Hozir bir yerda restoran bo'lishi kerak. Hozir men senga ko'rsatib qo'yaman. Gripga qolmasa mayli. Yo'q ekan. Restoran yo'q bo'lishi kerak edi. Mayli. Xalq uchun. O'zbekiston uchun men senga tegib turgan bo'lsa albatta. O'tib ketayotmaymiz. Men senga. Minecraft'im qotib bezor qildi sen. Yaxshi, voydot. Yoppanamir. Hozir men mana basharasini yorib tashlayman. O'zi bilan otyaptimi? Enderman ham iynasini kendi yurtmi bilib. Yonib kul bo'ldi o'zi hamma yerim, bu ham yuribdi mazza qilib. Hozir bundan bokku, mana o'z qal'alarimizni almashtirmaylik. Sen qaysi davlat eding? Men O'zbekistonman. Men Turkmanistonman. Turkmanistonman deyapman. Mana senga. Yetadimi? Yetadimi senga? Yaramas ko'tpacha. Senga o'zi to'yingan shular. Yana hozir ko'rasan sen. Yo'q, yana kerakmi senga? Nechta qolibdi? 20 ta. Nariyoqqa borish kerak. Voy. Bu. Nima? Oy. Nima qilib tashlading? Kendi. Sen bilan boshqachasiga gaplasham. Sen o'zingni himoyangni. Men sendan ham yaxshiroq tayyorgarlik ko'rganman. Sen meni kim deb o'ylab turibsan? Sen meni kim deb o'ylab turibsan? Vaqt so'radim. Joningni ham boshqasini ham yo'lban ya. Nima bo'lyapti? Bittasi menga cho'ntirib beradimi?
Mening qala devorlarim tosh bermadi. Yobanya. Meni qalam yonib ketibdi-ku, yarim yo'q-ku. Qora tosh qolgan. Turkmaniston kuchli. O'zbekiston baribir ham o'tkazmaydi. Seni basharangni yoraman. Mana 26 ta. Mana 20 ta qilgancha otaman men Qaram, senga. meniki cheksiz. Sen cheksizingni ham boshqasini ham basharasini yorib tashlayman. Mana senga ko'p ekan. Sen menga yediraman deganingcha men seni qalangni vasvayronni chiqaraman. Basharang qolsin sen Stivni. Mana senga bashara, mana senga yoqaman. Qalay, Lordni kuchi yoqyaptimi? Ebe, sen qalangga balo ham bo'lmadi-ku. Meni deyarli qalamni yarimidan ko'pisi yonib ketdi-ku. Tosh bera olmadi. Seni qalang kuchliroq ekan. Baribir ham meni yutmagancha qo'ymayman. Basharangni yorib, basharasini turlab, bodrang nima tuzlama bodang qilib tashlayman. Yaramaz qo'rqoq chiqasanmi, haqiqiy jang bo'ladimi? To'xtab tur sen. Haqiqiy jangni tushingda ko'rasan sen. Kesangchi, nesinga? Kenafik. Ketdim men. Voy, joyim yo'q ekan. Kenafik. Sen juda o'zingdan boshqacha bo'lib ketyapsan. Qayoqqa ketyapti bu? Qayoqqa ketyapsan? Oy, men bu yoqdaman. Ebi, sen bu yoqdamisan? Mana bu senmisan? Yuqorida turgan? Senmisan? Senmiding? Yo'q. Kezangchi bu yoqqa, esi enangmi? Kenafik. Demading. Oy, Batman degan. O, mayli. Yomon. Qattiq. Lekin meni qattig'im yomon bo'ladi. Qattiq. Mayli. Qani. Endi esa o'zingdan ko'raman. Dinamit, Yo'q. Dinamit emas. Dinamit. Super dinamit bu. Meniki sada kuchliroq. Kirmas uyda sekin dinamit challa. Qayoqqa ketdi bu? Dinamitcha. O, yo'q anam. Sen basharangni yoraman kina. Men shu yerdaman nafik. Chiroyli. Yo'qran. Nafik, yo'q kesangchi. Shunday vaziyatlarda men qanday qildim, nima qilishni bilmay qoldim. Bana sening avtomatikang bormi? Nima balo? Basharang. Yoyib berdi-ku. Pachoq. Senga qaladi. Yo'q bana prang. Nima qilib tashlading meni qalamni? Basharang qo'rg'osdi. Mayli, sen kuchliroq ekansan. Lekin mening mashinalarim undan kuchli, sendan kuchli emas. Yana kerakmi? Basharang qursin. Stiv. Ke. Vaqtida kelyapsan. Ke uchib bo'l. Yoyib berdi-ku. To'xta. Bitta g'oya bor. Yoyib berding-ku, yoyib. Hozir men senga ko'rkazaman qanday salyutda uchish kerakligini.
nafikçe. Ke. Давай. Yaptı beni yok var işte. Hozir men seni ucholmayapman. Voy. Mayli. Elektrada ucholmayapman. Lekin ko'rmoqchi bo'lganingni ko'rasan. Elektrani olib qo'yay. Men elektrada uncha ustasifarang emasman. Yaxshi bo'ladi. Mayli. Elektrada ko'rgazib qo'ymoqchi edim. Hozir bashara Steve. Men shuncha mehnatimni rasvosga raddisini chiqarib tashlading, pachoq. Qachon odam bo'lasan sen? Avtomatikang o'chirsang o'lasanmi sen? Pachoq hali. Basharang qo'rqib pachoq. Meni qalam bilasanmi qanchalik muhim edi pachoq. Sen meni kimni bilmaysan sen pachoq. Sen pachoq olasan bilasanmi sen? Sen pachoq olasini. Ana shu pachoq olasan sen. Qaralarni ichiga. Seni mana bu basharang voy qochish kerak. Sandiqlar bor ekan, sandiqlarni yo'q qiladi. Voy jonim. Minecraft qotyapti. Yaxshi. Yo'q, creeper. Yo'q, ol creeper. Mayli. Chiroyli portadi. Nima bu? Lord, bu yoqqa kel, seni qalaring bugun. Bitta seni qalanam bo'lyapti deb o'ylaysan. Adashasan, bu yerda butun boshli qalanang portlab ketdi-ku, so'tak. Sen yuraver, menikini faqat uryapsan deb. Bu nima? O'l. Baribir ko'tingdan kelmaydi hech qachon. Bashara olmaysan sen. Bitin qo'rg'or Steve. Sen o'zingni zo'r deb o'ylaysanmi? Men o'zimni zo'r deb o'ylayman. Temir panjara bor. O'sha yerda senga chiroyli ish bilan xona yasadim. O'sha yerga bor. O'zim chiroyli bo'ladi. Temir panjaraga kirmadim. Shuning uchun joycha qilib qo'ydim. Ke. Avtomatik. Pelius. O'l so'tak. Yoyib berdi-ku. Meni narsalarim yo'q deb o'ylaysanmi? Menga pofik sening narsalaring. Turbindan qarab ham yecha olmaysan. Men sen basharangni yorib, basharangni hojatxonani tiqib qo'yaman. Sen meni kimligimni bilmaysan hali. O'l. Totemingni ishlatib. Men yuqorida edim. U kim edi? Meni do'stim edi. Hali sen do'stingni ham chaqirib keldingmi? Chiqoq. Men bilardim. Men tushunardim sen chiqoqligingni. Men bilardim. Sen chiqoqsan axir. Men seni bilmasam, chiqoq. Yana biz bu qanday chiqar? Turbinda ko'raychi buni. Voy chiqoq. Yuribdi. Yomon yurib meni. Seni osmoqchi edim yaqinda. To'g'rimi? Lord. Kimni osishini hali bilmabsan.
Mana shunday bo'ladi meni qasrimni yo'q qilish. Biting qursin seni, Stiv. La'nat bo'lsin seni. Qanday ekan men qasrimni mana shu ahvolga solish. Ko'rib qo'y. Uxlavosh kerak. Mana do'stlar, videoning yakuniy qismi. Mana mening qalam qanchalik zarar ko'rgani. Ko'rib qo'ying, bu Stivning ishi. Hali mana bu yerda gazlar uchib yuribdi. Bizlar gaz zambarakda o'ynadik. Mana bu yerda bitta magazinni qolgan ekan. Mayli, endi Stivning qal'asini ko'ramiz, qanchalik jarohatlanganini. Stivning faqatgina old tomoni, ya'ni janub sharq tomoni zararlangan, juda qattiq. Mana yo'q bo'lib ketgan, deyarli. Mana bu yerda portlataman deb bitta ikkita dinamit ham qolib ketgan. Mana Stivning qasri uncha zarar ko'rmagan. Nega deganda uning qasri toshdan edi. Meniki deyarli taxtadan edi. Bilasizlar, gaz taxta yonadi gazdan. Mana olovdan. Hali uchib yuribman. Ana. Hali uchib yuribdi. Mayli do'stlar, sizlar bilan Lord va Stiv bo'ldi. Iltimos like va podpiska bosishni unutmang. Sizlar bilan Lord va Stiv. Xayr, yoqimli